Hozir yana bitta kasalimiz keldi. Sistit kasalligi bilan stroykada ishlagan, tashqarida preoxlajeniya bo'lgan. Preoxlajeniya bo'lgandan keyin ko'pincha sistit beradi. Sistit bu peshobdon kasalligi. Peshob qilganda tez-tez peshob qiladi, peshob qilganda og'riq paydo bo'ladi, temperatura ham qilyapti. Hozir keldi, analizlarni olamiz. Bizda laboratoriya ham bor, laboratoriya analiz topshiradi. Peshob, CD, qon sababi bitta sababi preoxlajeniya, ikkinchi sababi bu qizlarga, fohishalarga agar borib qo'ygan bo'lsa, o'sha holatda ham infeksiya o'tkazadi, sistit bo'ladi. Qichishlar paydo bo'lgan, og'riq paydo bo'lgan, temperaturasi ham 37,8-38 bo'lyapti. Mana shuga qarab endi analizlarni topshiradi. Inshaalloh biz lecheniyasini boshlaymiz. Mana shu uchun kim kuryerlikda ishlasa, tashqarida kuryer bo'lib ishlasa yoki stroykada ishlasa, ehtiyot bo'linglar. Sistit kasalligi juda hozir ayni vaqt issiq sovuq bo'lyapti. Hozir bahorda qor yog'yapti. Sovuqdan ham bo'ladi. Mana shu uchun kelib analiz topshirdi. Biz lecheniya qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'ling.